Toshkent shahrida bir joyda ishlaydigan tanishining avtomobilini olib qochib ketgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, jabrlanuvchi ish joyidan ko'chaga chiqsa, avtomobili g'oyib bo'lgan. Tezkor boshqaruv markaziga kelib tushgan xabarga ko'ra, Uchtepa tumani hududida Cobalt avtoulovi olib qochilgani to'g'risida xabar kelib tushdi. Ushbu xabar asosida olib borilgan tezkor surishtirishlar natijasida avtoulov Chilonzor hududida topildi. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida mazkur jinoyatda gumonlangan Abdunosir ismli shaxs qo'lga olindi. Gumonlanuvchi mashinani olib qochish davomida yo'l transport hodisasi sodir etib, mashinaga zarar ham yetkazgan. Mashina shu ishxonamiz oldida edi. O'sha ishxonada kalit qayerda turganini bilib turib, azonda uxlab yotganimdan foydalanib, o'sha mashinani olib qochib ketdi. Mashinani ko'rdim, ishxona atroflarini, bu yoqlar. Mashina yo'qligini bilib turib, o'sha 102 ichki ishlar nimasiga telefon qilib xabar berdi. Va telefon qilib menga xabar berdi, mashina topildi deb. Xodimlarga hammasiga rahmat deymiz. Kam vaqt ichida shahardan topib berdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli yurtdoshlar, avtomobilingizni uning kalitini qarovsiz qoldirmang. Eshiklari yopilganiga ishonch hosil qiling. Ogohlik davr talabi.